Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, YouTube tomoshabinlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizilobod TV kanalimizni tomosha qilmoqdasizlar. Akalar, ukalar, kimki shu videomizni kuzatib turgan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan karavan sotiladi. Jigalarimiz uyda turgan mashin faqat o'zining ishi bilan borib kelgan. Faqat rayonga borgan kelgan shu o'zining ishi bilan. Taksi urilmagan mashin akalar, ukalar. Kelasizlar, ko'rasizlar, muoqil kelsa olasizlar. Hammalaringizga avvalambor chin qalbimdan o'sha ro'za Ramazon oylari bilan tabriklayman. Mana hayit kunlariga ham bir kun, 2 kun qoldi akalar, ukalar. Hammalaringizga hayit ayyomlaringiz muborak bo'lsin, hayit qulluq bo'lsin. Hammalaringizga kimki shu videomizni kuzatgan bo'lsa, jigalarimiz imkoniyatlarimiz qo'llaringizdan kelsa shu videomizni barcha WhatsApp guruhlarga tarqatib yuboringizlar. Mana shu karavan sotilishiga ozgina bo'lsa o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Hozir karavan haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Telefon nomerini ham qo'yaman. Karavanning murojaat uchun o'zimning shaxsiy telefon nomerim bor. Kimki reklamasi bo'lsa, kimki mosh sotmoqchi, kimki traktor sotmoqchi, kimki kama sotmoqchi, kimningdir qanday ish reklamalar bo'lsa, magazin reklamalar bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. 902 12 42 42 telefon nomeri o'zimning shaxsiy telefon nomerim. Reklama uchun, murojaat uchun yana keyin ekranda pastda turgan telefon nomeri mana shu karavanning egasining telefon nomeri jigalarimiz. Telefon qilasizlar, bo'lmasa kimki karavan olmoqchi bo'lsa, xo'p. Yili 1998-yil narxi 40 ming so'm deyapti. Akalar, ukalar 1 yillik dokumentini qilib beradi. Boshqa bironsi o'tmaydi. 1 yillik dokumentini qilib, utilizatsiyani 1 yillik dokumentini mayli. Utilizatsiyasi bormi? Utilizatsiyasi bor ekan, faqat dokumentini qilib beradi akalar. Utilizatsiyasi bor ekan mashinada. Keyin 4 balonga kelayotgan bo'lsak, mana shu qishda oldi bilan 4 balon almashtirilgan ekan. 4 balon zakon stansiyasida. Hozir polni video obzor qilib ko'rsataman ichkari-tashqarisini. Faqat o'zining ishi bilan borib kelgan nima akalar, ukalar. Shatizga borgan, o'zining ishi bilan borib kelgan mashina, taksi urilmagan mashina akalar, ukalar. Uyda turgan mashinaniki, hop, ikkita mashina bor, binosini sotyapti akalar, ukalar. Xo'p, kelasizlar, ko'rasan, ma'qul kelsa olasizlar. Qizilobod deb bugun sen qayerdasan degan parpechklarimizga mana bugun men jigalarimiz No'xay shariti Jamoat Xudoynazarov Xolmatov Dixay Qizilobod mahallasiga o'zimning mahallamdan mana shu karavanni chiqaryapman. Sotilayotgan karavan akalar. Srochni sotiladi. Kimki olmoqchi bo'lsa, marhamat, ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlariga telefon qilingizlar, bog'laningizlar, kelib ko'ringizlar akalar. Yana o'zimga yaqin joyda akalar. Hozir polni ichkari-tashqarisini video obzor qilib ko'rsataman, o'zlaringiz karavanga baho berasizlar. Mashin bir kishi nomida, yana mana shu mashinning egasining nomida nomlaringizni xohlasangiz o'tkazib beradi. Mana 4 balon yangi. 4 balon yangi akalar, ukalar. Balonni bir ko'rgandan biladi akalar, ukalarimiz. Xo'p. Mana marhamat, tomosha qilingizlar. Ощущение qanday ощущение? Четкий маза. Массаж миша охроб партия бас вообще men ekan. Вообще mazasi bo'lyapti. Yana keldik, Xudoga shukr, bugun yetkazgan ekan. Kelingizlar, zo'r joy, mazza. Endi tug'ilganda bo'lib ketasiz. Endi tug'ilganda bo'lib ketadi. Qarang mana bu. Shuni hammasi xalqimiz uchun. Choy, kofe, suv, mana shuni hammasi o'zimiz xalqimiz uchun. Hammasi xalqimiz uchun. Qanday ощущение bo'ldi o'tgan martada baqagandan? Beloqlik hammasi yo'q oldi. Hozir yana keldik, Xudo xolasa yana kelaveramiz endi o'zimizniki bu yerga. Ha, inshaalloh sizlar. Ana urolog, ginekolog, terapevt hammasi borda. Patologlari. Darvozalar ochilib yopilishidan uni bilasiz buni. Mashina uchun aka-ukalarimiz bo'lsa, bir xil darvoza ochgan g'iyqlaydi. Ular ta'mir qilgan karavan desa bo'ladi. Albatta bu karavanda ham hozir to'liq ma'lumot beramiz. Albatta videomizni ostida kuzatib, patologlar zavodskiy faqat 1 yillik dokumentiga utilizatsiyasi bor akalar, ukalar. Orqasiga ham ochib, zapasga bolam bormi? Zapasga baloni bor ekan. Bu darvozani ham mana ochib ko'rsataylik mana. Ovoz yo'q akalar, ko'ryapsizlar. Mana
Şurada nimaki bo'lsa, shu narsalar bilan beriladi mana. Zapasia balonlari bor ekan. Qarchi mana. Oldi motorni ham oching. Mashinani bir zavod qilingda. Mashinani zavod qilib ko'rsatamiz. Albatta, o'zini ishi bilan minib yurgan mashina qilib. Molda o'ysang, oyibini o'ytib sot degan, lekin ko'p artishlarni so'raydi. Chiriganmi, chirimagan, chirigan joyi ham bor qilib. Mana chirigan joylari ham bor. E'tibor qilib, mana chirigan joyi ham bor. Shuni gaplar. Şurada chirigan joyi bor ekan. Faqat şurada ko'ryapman. Mashina mana zavodda o'tiribdi. Mashina zavodda o'tirgan holati. Hozir men garajdan chiqardim mashinani. Usta parkasi jo'bolaydi. Narxi 40 ming so'm akalar, 1 yillik dokumentini qilib beradi. Buni marhamat, onu tomosha qilinglar. Motoriga vaqti gap yo'q deyapti akalar. 1 gram asal rasat qilmaydi dedi. 1 gram asal rasat qilmaydi dedi. Mashina garantiya. Shunday mashina. Biroq kamchiligi yo'q. Bitta shu bagini oldi, shuni kirishkasini. Shu chirigan shu. Boshqa bir ta'mi yo'q. Shu bana ko'rsatgan joyimda qarang, shu yerda chirigan dedi, boshqa oyibi yo'q dedi. Mana shu karavan akalar ekrandagi ko'rtirgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Telefonga javob beraman. Egasi shu yerda. Mashinalari bor akalar, bu mashina sotmoqchi. Biron aybi yo'q bu mashinaning. Darvozalarni ochib ko'rsatyapti. Hamma joyi zakoni ochilib jo'bilyapti. Va ta'mirxon karavanimizda bunday qilganda. Yana kelishasizlarda o'zlaringiz. Biz bir sababchi shu mashinalar sotilayotgan mashinalar chiqarib beramiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar akalar.